Yo, barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Zeytun O'zbek. Xo'sh do'stlar, bugun videomizda bunaqa do'konchining hayoti degan video bo'ladi. Xo'p, bo'lmasa video boshlandi do'stlar. Video oxirigacha ko'ringlar. Aytib tushib ketdi. Uyg'onmariz kerak. Bilaman do'stlar, uyimizda saat tol degan bo'ladi. Eng muhimi uyim bor do'stlar. Xo'p, bo'lmasa yuzimni yuvib olaman. Xo'p, tepaga chiqib ketib qoldim. Hoppa. Bo'ldi. Endi azin nimadir yeyolsam bo'ldi. Lekin rost chaqirib ketdim do'stlar. Bitta suv ichib olaman. Tak, mana suv ichib olaman. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Mana suvni ichib oldim. Endi bo'ldi. Mana hali endi ochamiz. Endi bittadan istek, bitta ovqat oldik. Endi hazin yeb olamiz. Xo'sh, do'stlar, videoni stop qilib qo'yamiz, chunki zeriktirib qo'yishim mumkin. Keyin kamerani yoqaman. Hoppa, bo'ldi, bo'ldim endi. Kelajak isxonamga chiqishim kerak. Ya'ni mebel magaziniga, mebel magazin istayman. Do'stlar, sizdan uzr so'rayman, chunki telefon har qanday topamadim, chunki yangi markasiga chaqildim. Eski versi bunaqa jonga tegib ketdi, keyin yangi versiyasiga chaqildim. Endi yaqinda telefonni kalitidan o'tin topaman do'stlar. Yetib keldim, ha. Mana odam turibdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Xullas do'stlar, biz zitlar o'tiribdi. Gapasib. Endi sizlarga hozir mebel do'konimni ko'rsataman do'stlar. Mana to'g'rida hozir yugurib borish to'g'ri keladi. Mana sizlar uzoqlarda bo'lsa ham, lekin do'kon. Lekin kecha savdo zo'r bo'ladi lekin. Tak. Eshik ochilmay qoldim. Bo'ldi, ochildi. Mana do'stlar, mana bitta katta stol. Mana kichkina stol. Mana stol kelajak. Mana bunaqa o'tirib olsanglar bo'ladi. Mana mazza qilib. Qarash, uyda ham bor shunaqasidan. Bu kreslo, ham shkaf, ko'rsatdim. Ham oqab siladigan, xudosan narsalar. Mana bitta bunaqa bor. Hozir ochib ko'rsataman. Tak. Mana ko'rsam emas. Hammasi men bilan hammasi. Qarash, odamga kerak bo'lgan vaqtda qarash degan so'z rosa ko'p so'zlaymiz do'stlar. Xullas o'tib olamiz. Endi kutamiz mijoz kelsin. Tak, mijoz kelsin, kutish kerak. Tak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshisiz, mijoz yaxshimisiz? Menga mebel kerak edi. Hop, qanaqa mebel kerak? Men har xillardan bor. Stol, men katta stol, men shkaflardan bor. Okey. Xullas menga bitta kreslo, bunaqa bittami, ikkitami? Ikkita kreslo. Sen yumshoqqina, hop. Keyin bitta mana oqab silgich, hop, oqab silgich. Keyin mana o'tiradigan stol. Mana shunaqami? Da, shunaqa. Hop, sizdan bir istak xizmat bo'ladi. Okey, hozir beraman. Mana olishingiz mumkin, bir istak xizmat. Okey, aytgancha borib o'rnatib bersam, manaqa 10 xizmat bo'ladi. Okey, mana olishingiz mumkin. Hop, qatta. Minutlarga qarang. Okey, rahmat. Kattakon rahmat sizga. Okey, endi hammasini tayyorlab berasizmi? Aytgancha mazza xizmatingiz-ku. Sizga chiqib ketadi, sal qo'yganda rahmat sizga. Mana masjiddan to'g'ri borsiz va masjidda bitta domni yasayman. Qaysi dom? Ana, bilasizmi? Manaqa mahallan orqasidagi. Bilaman. Kelajak soatga kerak bo'ladi. Okey, siz bermay ketavering, ma'zur berdingiz. O'zim borib o'rnatib, kelajak esingizni taqillatib, kelajak nechinchi qavatda yasaysiz? Siz ikkinchi etajda. Okey. Hozir boraman, okey? Hop. Men ketdim. Siz mahallan orqasi deganiga kelajak bildim. Mahallan oldida kelajak endi unga do'stlar men bor o'zi kelajak degan so'zni vaqti ko'p qaytarib olaman. Ikkita kreslo va stol hamma olganda to'rtta stol beriladi do'stlar, to'rttadan stol va bitta stol olma. U menga nima dedi-ku, hamda oqab silgich. Albatta bitta beriladi do'stlar. Kelajak mebel magazinda. Xullas do'stlar, mana u yomg'ir yog'ib olibdi-yu. Hozir to'g'rilaymiz. Xullas, mana yomg'ir tindi. Xullas, endi boramiz. O'rnatib berish kerak. Ketdik. Namchi yangi dom desa kerak. Mayli, hozir borib qo'yamiz do'stlar. Videoni so'qib turaman. Yo'qmi? Esik yo'q. Baba aytganda yangi qurilgan domda bu. Endi esi o'rnatsa kerak.
Qaysi dudi ya? Ha, ikkinchi vitas. Tak. Hozir. Okey. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz bu yeng qo'ligan anaqamidi? Donmidi? Da, men bu sotib oldim. Kelachi olib keldingizmi? Da, olib keldim. Mana ikkita divan sen bo'ladi. Xullas, meni qo'yaman. O, ajoyib bo'ldi. Endi stollarni maska qo'yasiz mumkin. Qatga. Mas etingni oldiga. Mehmon kelsa, kelachi mehmon qilaman ularni. Okey. Tak, bu yoqqa. Bo'ladi shunaqa. Da, zo'r bo'ldi. Endi uni kresloni oldiga qo'yasiz mumkin. Okey. Mana. Bo'ldimi? Da, berma kesiz mumkin. Kattakon rahmat. Okey. Tak, kelaman. Okey. Men bitta yana ko'tarib, yana uzoq qilib olish kerak. Yana do'kon emas, yaqinda olsam bo'lmasmidi? O'zi men katta do'kon pulim yetmasdan, unga kichkina do'kon olganman. Ketdik do'stlar. Bitta mijoz keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'tirsang bo'ladi joyingda yana. Yana bir soat o'tirsang. Ha, mijozli qilichi hurmat qilishim kerak. Agar paxta qo'ysa bo'lmasa. Nima dedi boss? O'zi nima kerak? Menga anaqa bitta divan kerak bo'ladi. Men bunaqami? Yo'q. Quliydigan. Bizda hali quliydigan divan kelmaganda, endi keladi. Senga tayyorlab qo'ysam bo'lmaydi. Bekorga mebel bagaz yozib qo'ygan pastga. Tepaga deganim. Senga yozib qo'yganman. Mebel bagazini deb. Bitta kravatlar yo'q deb yozib qo'yganman. Endi nima bo'lsa, ketdim. Boshqa nima kelmayman bu do'kondan. Kelachi men yoqmadi menga. Yo'qol. Endi men yo'qolishim kerak. Aslida siz yo'qoling, boring. Meni sevib borishim mumkin. Ana qo'lingga xitob bo'lib turgan. Ho, ketdi. Shunaqa g'alati odam bo'ladimi? O'zi nima dedi? Devon kerak desa, men bunaqa devonmi desam, quliydigan deydi. Hali quliga menga qo'yish kerak o'zi. Kelish kerak. Hali 2 kun zakaz qilgan, hali hech kelgani yo'q. Men o'zim olaman. Men bagasi ham bor-ku. Zodi. Yong'lam yog'ib endi kelish o'tiramiz. Mijoz kelishini kutib. Bo'ldi, rahmat. Anaqani oldim. Anaqa stolni. Sizga kattakon rahmat. Okey, sizga rahmat. Men keta qolay, o'zi soat necha bo'ldi? Soatga qarab oling. Okey. Soat 5 bo'pti-ya. Bo'pti, men ketdim. Xayr, xo'p. Biladan kelib turing, xo'p. Okey. O'zim oynani kelib oldim, yomg'ir qalatini qanaqa yog'yapti deb. Okey. Men do'stlarim uchun izmut hisob oldim. Mana 1 istak 10 ta izmut, 1 istak izmut. Hamma rahmat do'stlar, video oxirigacha ko'rganlar bo'lsa, hammasi video tugadi do'stlar. Endi tez video chiqarishga va'da beraman. Birinchi qism, ikkinchi qism yaqinda chiqadi. Hamma xayr do'stlar.